motoblok olmoqchiman. Lekin eng kattasi bo'lsin hamda eng sifatlisi bo'lsin degan akalarimiz uchun e'tibor berasizlar. Do'konimizga yangi partiyada 17 ot kuchli benzinli motobloklarimizni ko'rishinglar mumkin. TX firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Mana shu turdagi motobloklarning ichida sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng katta bo'lgan modellar yetib kelgan. Va undan tashqari motor qismlari 17 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan. Korobka qismlari 550 talik usulinli korobka qo'yilgan variant kelgan. Hozir buni sizlarga bir qator narx-navosini, ma'lumotlarini hamda ishlash jarayoniga tanishtirib o'tmoqchimiz. Buni bir qator oldin ishlashini ko'ramiz, keyin qolgan ma'lumotlarni beramiz. Qani, ketdik. Birinchi ishlarni tekshirib olamiz. Motoblogimizning yurishlari zavodning orqali yarimta bosqichda zavod olaveradi akalar. Boshlariga kalit yordamida yarimtada yuradi. Bu motoblogimizga yaqinroqda ahamiyat berasizlar. Bu motoblogimizning rollari gidravlikali bo'ladi. Motoblokda o'ngga, chapga burish uchun o'ng ruchkani bossanglar, o'ng tomonga, chap ruchkani bossanglar, chap tomonga burganlar motoblok hisoblanadi. Ko'rishinglar mumkin, oldiga, orqaga yurishlari juda ham zo'r. Rollarni burilishiga ahamiyat beryapsizlar. Bitta qo'lni o'zida bemalol o'ng ruchkani bossangiz, o'ng tomonga, chap ruchkani bossangiz, chap tomonga juda ham yaxshi hamda yumshoq burilib beryapti. Chunki bu motoblogimizni bunaqa burilishidan sabab korobka qismlari 360 gradusli roli gidravlikali motoblok hisoblanadi. Shuni hisobiga motoblokni o'zini haydab yurganingizda ham hamda aravalarni qo'yganingizda ham roli juda ham yumshoq burilib beradi. Bitta aravada ham ishlashni ko'rsatamiz. Qani ketdi. Aravani ulanishlariga ahamiyat berasizlar. Ulanishlari ham juda ham oddiy, bitta palis yordamida bemalol mana shu holatga solib foydalansanglar bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Mana ko'rishinglar mumkin, palislarni ham ulab oldik, ulanishlari ham juda ham oddiy akalar. Endi bir qator yurg'izib, aravada ishlashni ko'rsatamiz. Videoni boshida kalitda yurishlarni ko'rdinglar. Endi zavodning orqali ham bitta yurishlarni ko'rsatib o'tamiz. Yurishlarga ahamiyat berasizlar, zavodning orqali ham bir to'g'ri zavod qoladi. Xohlaganlar mana shu holatda o'tirib haydasanglar ham bo'ladi. Xohlaganlar tikka turib bemalol haydasanglar ham bo'ladi. Yurishlarga ahamiyat berasizlar. O'ng tomonga burilishlarni ko'rishinglar mumkin. Buni ruchkani bossanglar, o'ng tomonga o'zi avtomatik buriladi. Mana shu holatda ko'rishinglar mumkin.
ovozlariga ham ahamiyat berasizlar. O'rnida juda ham zo'r bo'lib to'xtaveradi. Aravada ham ishlashlarini ko'rdinglar. Aravada tormoz jarayonlarini ham ko'rdinglar. Tormoz berishlari ham juda ham yaxshi, hamda sifatli bo'lib tormozlarni ham ishlab beradi akalar. Xo'p. Bu motovlogimiz endi ma'lumotlariga o'tadigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin. Videoni boshida aytganimdek, motor qismlari 192F motor, 17 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan. Yurishlari xohlasanglar zavodnoy orqali, xohlaganlarga ko'rsatganimdagi kalit orqali ham yurg'izsanglar bo'ladi. Bu motoblok boshqa motobloklardan ukam eng zo'ri bo'lsin, hamda eng sifatlisi bo'lsin, hamda eng kattasi bo'lsin degan akalarimiz uchun eng baquvvat hamda eng sifatli motoblok mana shu bo'ladi akalar. Chunki bu motoblokning yaxshiligidan sabab motor qismi 17 ot kuchli benzinli motor qo'yilgan. Korobka qismini motorga nisbatan katta 550 talik usulinli korobka qo'yilgan. Shuning hisobiga motoblok juda ham baquvvat ishlab beradi va rollarini ko'rganinglardagi o'ngga, chapga juda ham yumshoq burilib, bitta ruchkani o'zida rollari juda ham yaxshi burilib ishlab beradi. Kechki paytda yurish uchun ham oldida LED faralar qo'yilgan bo'ladi. Bemalol svetlarini yoqib foydalansanglar ham bo'ladi ekan. Xo'p, rollariga ahamiyat berasizlar. Rollari ham juda ham uzun, haydashga qulay qilib ishlangan. Mana shu holatda aravalarni ulasanglar, bemalol 500 kg, 600 kggacha yuklarni yuklab tortishinglar mumkin. Bu motoblogimiz o'zi 1,5-2 tonnagacha yuklarni bemalol tortadi. Xo'p, bu motoblokni ukam olgandan keyin o'zi nima ishlar qilamiz deganlar uchun bu motobloklarda yer haydash, kultivatsiya qilish, chizil qilish, agat olish, shunga o'xshagan ishlarni bemalol bajarsanglar bo'ladi. Xo'p, narx-navoziga o'tadigan bo'lsak, komplektatsiyasida frezasi, tormoz, dokument, ключ mana shu holatda komplekt bo'ladi. Korobkasini katta kichikligiga qarab, eng katta usulinli korobkasi 8 million 800 ming, kichkina korobkalarimiz 8 million so'mdan boshlanadi. Bunga mana shu motobloklar qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Va undan tashqari orqa tomondagi pritseplar ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, pritsepda ham har xil razmerlari bor. Eng kichkina pritseplarimiz boshdan 2 milliondan boshlab, eng kattalari 3 million, 3,5 million so'mgacha pritseplarimiz bor. Ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqsanglar, kelishtirib arzon qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.